tugamaydi maqsad. Sen bilan gaplashgim kelmayapti. Albatta gaplashgim kelmaydi, albatta. Men qiziq emasman-ku senga. Bilasanmi nega? Sababi sen alohida rivojlanib ketgansan. Meni bu oshxonaga qamading-da. O'zing bo'lak ketding. Men bu yerda bolalarni tug'arkanman, katta qilarkanman, boqarkanman, uyda o'tirarkanman. Sen bo'lsang yurasan, kimni ko'rsang quchoqlashib. Ularga uylanayotganingizda ularga va'dalar berasizlar. Keyin ayol kishi homilador bo'lib qiynalib yuradi. Keyin farzand ko'rib bolaga qaraydi, yediradi, ichiradi, kasal bo'lsa g'amxo'rlik qiladi. Buning uchun sog'lig'ini, yoshligini sarflaydi. Keyin ayolni yoshi katta bo'lgach, eri undan yuz o'girishi adolatdanmi? Agar u ayol uyiga va bolalariga qaramay qo'yganda, faqat o'ziga oro berib, eriga chiroyli ko'rinish bilan ovora bo'lganda edi, naqadar yomon uy bekasi